Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun psixikaning birinchi darsini boshlaymiz. Psixologiya aqlning tadqiq qilinishi bo'lib, bu oddiy hukm insonlarning tafakkuri va harakatini o'z ichiga oladi. Miyaning biologiyasini, muhabbat va xushallik qatorliqlarining ma'nisiga bo'lgan tushunchini o'z ichiga oladi. Psixologiya insonlarning tafakkuri va harakatini ilmiy tadqiq qilish orqali bizni inson qiladigan narsa nima degan savolning javobiga erishishga tirishadi. Psixologiyani falsafa va madaniyat tadqiqoti qatorliq boshqa fanlardan ayirib turadigan narsa psixologiyaning ilmiy prinsip va qelibliq jarayonlarni asos qilganligidir. Ilmiy prinsiplar biz psixologiyada izlayotgan javoblarni tepishga yordam beradi. Bu jarayonda konkret uslublar qo'llaniladi. Usul va modellar bir-biriga o'xshashib ketadi. Har ikkisi ma'lum ishning qandoq va nima uchun yuz beradiganligini tushunishga ishlatiladi. Ular fikr va harakatni kuzatishdan asos topgan. Kuzatishdan keyin hipoteziz shakllanadi. Hipotezdan keyin ilmiy mo'lchar qilinadi. Ondan ilmiy mo'lcharni tajriba orqali sinov qilishga bo'ladi. Tajriba natijasi bizning mo'lcharimizni xato to'g'ri deydi. Siz balkim bu bosqichlarning ahamiyati bor deb o'ylashingiz mumkin. Haqiqatan shundoq. Ammo ilm-fan mukammal emas. Psixologiyami mukammal emas. Biz texmo ko'p o'rganish jarayonida tajriba bilan javob topqili bo'lmaydigan vaqtlarning borligini ko'ramiz. Biz psixologiyani nurg'un turlarga ayira olamiz. U yerda nazariyaviy va qo'llanishchan psixologiyalar bor. Nazariyaviy psixologiya nazariya va prinsiplarga, jarayon, uslub, tadqiqot, ma'lumot analiziga qaraydi. Amaliy psixologiya real dunyoda ruhiy kasalliklarni davolash, kishilarning masalalarini tushunish uchun davolag'uvchi tarafidan ishlatiladi. Psixologiyaning akademik turga bo'linishi nurg'un psixologiya darsliklari va tekstlarda ko'rganingizdek tuvandikcha. Birinchi, anqirish psixikasi, tafakkur, esda saqlash, hissiyotlarni. Ikkinchi, kishilik psixologiya, kishilarning boshqalar bilan qanday munosabat shakllantirishlari. Uchinchi, farqli psixologiya, mijoz, aql, ya'ni bizning farqlarimiz. To'rtinchi, ijtimoiy psixologiya, guruhlarning kishilarga qarashlari. Beshinchi, taraqqiyot psixikasi, o'sish, o'zgarish, o'rganishlar. Oltinchi, aktiv psixika, xushallik, yaxshilik, amalga oshirish tuyg'usi, tinchliklar. Yettinchi, binormal psixika, qalli qalaymaqonchiligi va davolash usullari. Qarindoshlar, anglag'ininglarga rahmat. O'zinglarni asrang.